Assalomu alaykum hammaga. Mana akamiz bugun bizani YouTube'dan ko'rib kelibdi mana bilet olgani. Ko'p akalar so'rashadi, sizlar aldamaysizlarmi, bor narsami, yo'q narsami deb. Mana akamiz hozir hammasini tushuntirib aytib beradi aka. Qanaqa ekan bizani alikasi? Men YouTube'da ko'rdim sizlarni. Keyin nomerlaringiz bor ekan, shunga telefon qildim. Bir yigit oldi. Keyin Navoiyga so'radim birinchi. Navoiyga 27-ga bor dedi. Keyin biletdan 24 ming qancha ekan. Keyin Samarqandga so'radim. Arzonroq aytdi. 22.500 ekan. Noyabrda 29-ga. Keyin men ham ma'qul bo'ldi. Keyin sirada nakatlarni tashladi. Keyin men aytdim, bilet bron qiling dedi. Sirada yetaman dedim. Sirada aka 20 ming qilib berib bron qilib dedi. Keyin yomg'ir yog'ayotdi, shu oстановkaga bordim, sirada menga karta nomer tashladi, nomerga pul o'tkazdi. Menga sirada keyin ana biletni tashladi. Elektron formatda jo'natib. Keyin men yerga kelganimcha yarim soat, endi 1 soatga yaqin vaqtim ketdi. Ketsam uni bilet tayyor ekan. Hammasi bor narsa ekan. Haqiqatan onlayn olgandan ko'ra kassani o'ziga kelib olsangiz ham arzon olar ekan. Men kecha olmoqchi bo'ldim 26,5 edi. Men kassani o'zidan olaman 22,5. 22 mingga mana aka bilet olib ketyapti bizdan YouTube'da ko'rib. YouTube'dan kelgani uchun ishonchli ekan yigitlar. Onlaynga ishonmayapmanglar. Kelinglar, kassani o'zidan olinglar, yaxshi narsa. Da, mana akamiz bilan YouTube'dan kelgani uchun mana akamizga mana bunaqa samolyotga yostiqcha mana aka o'shang. Rahmat. Sho, aka yaxshi yetib oling. Mayli. Bemalol o'zingizga kelaverasiz. Hammani kutamiz.